Bu kimning? To'yingga ham kiymoqchimisan? Menga qara, sen ishga kirdingmi? Nima bo'ldi? Yana bo'shadingmi? 14-marta kirishim buni. Omadsiz. Unaqa omadsiz bo'lish uchun ancha harakat qilish kerak-ku. Menimcha biz eplay olmaymiz unaqada. Ertaga cho'g'ini xizmat qilasan bizga? Omadsiz. Omadsiz. Kimni yengilab almashtirib olgan? Kep Bu kiyimda borib kelgan, o'tirman. qizarib ketibdi. Kep kelaring ham. O'rtoq, Sen pul olib qo'yding. Men ketdim, bola. tushunmadim. Nima qilganing bu? Nima qilgan? Sal nima qolganlaring bilsanlarmi xos? 1 yil oldin xuddi shu holatda men turardim. Endi sal uchun zo'r bo'lib qoldim. Habbomalaring ochuvchi gapiraman. Hozir mashina oldim, pulim bor, hamma narsam tayyor. O'shaning uchun men tema bo'lmayman hozir. Pul yo'g'animizni hammalaring turib olib ustidan bitta kulib olsan. Shu to'g'rimi? Men shu paytgacha ota-onam uchun zo'r bo'lib keldim. Sal uchun men ham yomon edim. Hozir men endi sal uchun zo'r bo'ldim. Menga kerak emas bunaqa do'stchi. O'rtoq o'ylama. Puling bo'lib ishlaring yurishib ketsa, seni hech kim tema qila olmaydi. Hamma sen bilan o'g'ayni bo'lishga harakat qil. O'zingni ehtiyot qillaring.